Bugungi masala rasmda tasvirlangan tezlik grafikidan foydalanib, jismning ko'chishdagi o'rtacha tezligini aniqlang deyapti. Bu noldan pastki qismi tomon tezlikni manfiy qiymati degani ox bo'lsa 1-2 son qiymati -1 -2 shu jism ox o'qiga qarshi harakatlangan degan. Misol shu yergacha keldi. Shu yerdan keyin 10 sekundda shu nuqtagacha keldi misol uchun. Jism boshlang'ich vaziyati bilan oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma ko'chish deyiladi. Shu ko'chishda olamizda o'rtacha ko'chishda tezligi ko'chishda t umumiyga nisbat edi. Mana bu yerdagi s1 yuzani shu ikkita yuzani qo'shib s1 dan ayirib tashlaymiz. Ko'chish degani uchun. Birinchi yuza 30 ga 2 bo'lyapti. Taqsim 2. S2. Tak 6 dan 4 gacha 2 gacha 4 mana bu tomoni olmish ekan. Oltidan 10 gacha 4 tomoni yana olmish. Bu kvadrat to'rtburchak yuzi. Bir yuz yigirmaga 240 qo'shsa 360, 30 da ayirsa 330. 330 metr ko'chishi. O'rtacha tezligi ko'chishdagi 330 da obshe 10 sekund harakatlangan. 10 ga bo'lsa 33. Rasmda tasvirlangan tezlanish grafikidan foydalanib 10 sekundda bosib o'tgan yo'lni toping. Boshlang'ich tezlik bermabdi. Dastlab 0 ga teng deb ishlasak. S1 at kvadrat taqsim 2 bo'lsa a4 5 sekund harakatlangan. 5 kvadrat 25 taqsim 2 etsa 50 metr. Keyin boshlang'ich tezlikka erishadi-da. O'shani v2 de oniy tezligi at bo'lsa 4 bilan yana 5 sekund. Bu mana bu yerdagi vni oladi. Yo'lni topsak 2 v2t tezlanuvchan harakat 0 dan tepada plyus olinadi. a2 t2 kvadrat taqsim 2. v2 20 inna 10 5 sekund harakatlangan. 5
A ikki 2 ekan. Tani kvadrati 25 taqsim 2 qisqarib ketsa. Bu 100 125 50 metr. S1 so'rabdi. S1 plus S2. S1 50 chiqdi. S2 125. D javob ekan.